Menga qara. 3 kunlik kelinni qaysi kallang bilan tashlab ketyapsan? Axir hech bo'lmaganda mana bu chilla. Oye. Kel dedingiz, keldi. Uylan dedingiz, mana uylandi. Kelin kerak dedingiz, mana olib kelib qo'ydi. Men nima xohlayapsiz mendan? Ha? Men senga hamma narsani tushuntirib o'tirishim shart emasdir balkim. Oye. Menga qara. To'xta. Bu kelinga sen uylangansan, men emas. Endi qanday qilib tashlab ketyapsan? Men tushunmayapman. Zaks bor, nikoh bor. Oldingizga olib kelib qo'ydim, o'tiradi, bo'ldi. Oye, uni ustiga bilasiz. 10 kungagina ishxonadan ruxsat so'raganman. Chet elda ishlayman. Hazilakam joyda emas. Qanaqa qiyinchiliklar bilan noldan boshlagan joy. Endi uzr-ku, oyoqqa turgan joy endi. Bitta xotin deb kimman ku shaqqa. Qaytib kelaman, bunaqa qaramang, qaytib kelaman. Qachon? 1 yildami, 6 oydami qaytib kelaman, oyi. Sekin gapir. Eshitib qoladi keladi. Esda eshtursin. Nima qilish kerak endi? Keling, keling. Keling. Mana. Rahmat. Bugun nechida qaytasiz? Bilmadim. Haligi O'rtalarim bilan o'tirishim bor. tushunarli. Bugun kechga qanaqa ovqat qilib qo'ying? Bilmadim. Oyimdan so'ramadingmi? Oyijonim sizdan so'rashimni aytdilar. O'zinglar bilasizlar. Bizani uyimizda nima ovqat qilishni atam etardilar. Dedi? Bunaqa mulozamatlar qilishing shart emas, menga yoqmaydi. Bu nima deganingiz? Axir siz meni tanladingiz-ku. Kerak bo'lsa, butun umr ta'zim qilishga tayyorman. Men ovqat pishirib qo'yganman siz uchun. Meni qornim to'q, choyxonadan keldimmi? Yo'q, men bilmayman. Yuring. Men siz uchun shunaqangi shirin ovqat tayyorladim. Yo'q, qornim to'q deyapman-ku. Yo'q, qiynalib pishirdik shu siz uchun. Xonim. Xonimni yaxshi ko'rishimni qattan bilding? Ajoyibdilar. Oling, osh bo'lsin. Sovuq qoladi. Xo'p, vilkani bera olasanmi? Rahmat. Osh bo'lsin. Rahmat. O'g'lim, kelinga aytdingmi ketishingni? Yo haliyam fikringdan qaytganing yo'qmi? Menga qara, senga aytyapman. Eshityapsanmi? 4 kunlik kelinni tashlab ketma. Erkak kishining rizqini Alloh har joyda yetkazadi.
Siz nimaga qaytdingiz? Nimaga qaytdim? Axir o'zing mehring bilan meni ipsiz bog'lading. Qanaqa ketardim? Ochig'i qonimga yoqdi. Shundan keyin qo'yib keldim. Hazır